Assalomu alaykum. Muhandislik grafikasi fanidan amaliy mashg'ulotlarda topshiriqlarni bajarish uchun AutoCAD dasturi imkoniyatlaridan foydalanamiz. Buning uchun biz AutoCAD dasturining onlayn versiyasidan foydalanamiz. Buni ishga tushirish uchun web.autocad.com saytidan ro'yxatdan o'tamiz. Demak, bizlarga AutoCAD dasturini ishlatish uchun web.autocad.com saytiga kiramiz. Uning uchun brauzerda yana web.autocad.com deb yozamiz. Yana qaytadan yozib ko'rsataman. Web yana menda avval girilgani uchun chiqib turibdi. web.autocad.com deb yozaman. Saytga kiraman. Biz shu onlayn shu brauzer orqali ishlaymiz AutoCAD dasturi. Bu AutoCAD dasturi haqida qisqacha aytadigan bo'lsam, 2D va 3D loyihalarni yaratish uchun, loyihalashtirish uchun ishlatiladigan dastur. Uylarning chizmalarini, 2D chizmasini yuqoridan ko'rinishi, masalan, uyingizda yana kadastr hujjatlari bo'ladigan bo'lsa, har qanday chizmani tasavvur qilish mumkin. Masalan, men hozir plan doma deb yozadigan bo'lsam, shu chizmani tasavvur qiling. Shu chizmalar hammasi AutoCAD dasturida chiziladi. Bu yerda hammasi hisob-kitob 00 bajarilishi shart, chunki shu chizmalar orqali quruvchi kompaniya quruvchilar xonalarni, devorlarni, razmerlarni, aynalar, eshiklarni nega turishi, devordan qancha masofada eshik, masalan, hammasi millimetrlargacha aniq ko'rsatilishi kerak. Shundagina sizning uyingiz aniq siz aytgandek chiqadi. Shuning uchun bu yerda aniq o'lcham va masshtab kerak bo'ladi. Hozir men o'z haqimda aytib o'tirman. Hozir faqat shu dasturni o'rnatish bo'yicha video yozib boshladim. Ya'ni shu AutoCADni ishlatish bo'yicha ishni o'rnatib, dasturni ishga tushirish va undan birinchi foydalanishgacha bo'lgan protsessni videoda ko'ramiz. Demak, saytni ochdim. Keyin bizlarga elektron pochtam kerak. Elektron pochta, men hozir bir pochtama kirib qo'yibman. Sizlar o'zlaringizda masalan Gmail akkauntingizdagi pochta bor. Ana shu pochta orqali ishlaymiz. Sababi hozir bu ro'yxatda o'tchak vaqtida elektron pochta ko'rsatadigan yeri bor. Shu elektron pochtaga aktivatsiya silkasini yuboradi. Shu yerda biz pochtaga kirib turib, kelgan xatni ochib aktivatsiya qilishimiz kerak. Shundagina dasturdan ro'yxatdan o'tamiz. Ana shuning uchun kerak. Shuning uchun oldindan elektron pochtangizga kirib qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. Yana bir vkladkada ochib qo'ysangizlar elektron pochtalaringizni shu bo'yicha ko'rsangizlar bo'ladi. Masalan, men Gmailni pochtasini shu yerga keladi, agar sizlarga Gmail bo'ladigan bo'lsa. Men universitet o'zini pochta qutisini ochib qo'yibman. Shuni ro'yxatda o'tiraman hozir. Ish boshlayman. Demak, boshlayman. Birinchidan создать учетную запись. Sizlar meni xuddi shu yerga kirasizlar, создать учетную запись. Yana bizlardan elektron pochta manzilini so'raydi. Elektron pochta nomi. Mail uz adashmasam shunday edi. Так, создать учетную запись dedim. Pochtamni hozir adını kiritishim kerak. Urdu uz dedi, yodimga tushdi. Bu pochtani kamroq ishlatilganini shunga nomi esimda yo'q ekan. Elektron pochta qutisini kiritasizlar, manzilni nomini kiritdingizlar. Bu yerda I agree degani shartlarga roziman deb bitishga qo'yasizlar va next knopkasini bosasizlar. E'tibor bering, pochta qutisi nomi aniq yozilgan bo'lishi kerak, chunki shunga silka ketadi. Xato yozilsa bormaydi. Tushunasizlar. Next ni bosaman. Yana elektron pochtaga
kod getdi, aktivatsiya kodi. Shuni bu yerga kiriting dedi. Endi elektron pochtaga vходящийsini bosib ko'raman. Bu yerga kelishi kerak. Hozircha kelmadi. Shura mana aktivatsiya kelishi kerak. Yani spamga kelib ko'rdingizmi? Vходящий emas, spamga kelib tushibdi. Yine kodni ham yo'rgan. Yine shu kodni olaman 196 970 ve bayan kaynağı kiritaman yana. Yine вставить tashladim, kopya вставить yoki qo'lda terib bersangizlar ham bo'ladi. Yine shu kodni xullas adashmay shura tushish kerak. Next'ni bosaman. Endi mendan akkaunt uchun, ya'ni shu web AutoCAD saytidagi akkaunt uchun ism, familiyam va parol so'rab turibdi. Yozaman. Temur parolni o'zi nima qilib berdi, generatsiya qilib berdi. Shuning parol generatsiya qildi. Shuni ishlatsak ham bo'ladi, lekin yodda turishi kerak. Lekin o'zingiz yangidan kiritsangizlar ham bo'ladi. Masalan, Temur 2026 deyman. Pastda shartlar bor. 4 xil shart bajarilishi kerak. Ana katta harf bor, kichik harf bor, raqam bor, simvollardan unda qo'yib berdim. Shular bajarilishi kerak. Bo'lmasa, shartlar bajarilmadi deb turaveradi yana. Minimum 10 dona simbol bo'lishi kerak, bitta katta yoki bitta kichik harf bo'lishi kerak, bitta simbol bo'lishi kerak. Menda simbol yo'q hozircha. Unda o'sha simbol shu. Keyin bir nomer bo'lishi kerak, sifra, raqam. Yana menda 9 bo'lib turibdi. Bedayni 9 belgi, simbol 10-ni qo'yaman. Agar harf qo'ysam, baribir yana bir simbol yetmayapti deydi. Yoki son qo'ysam mana baribir shu simbol yetmayapti deydi. Men simbol qo'ysam, hammasi bajarildi hisoblanadi. Agar bir raqamni o'chirib tashlasam, 10 ta emas deb turibdi, ko'rdingizmi? Shuning uchun shartlar to'liq bajarilishi kerak parolda. Bu sizning akkauntingiz xavfsizligi uchun shartlardan birisi. Bu yerga bitta qo'yaman. Shu shartlarga roziman degan nimaga create accountni bosdim. Parolni qarang, parolga e'tibor bering. Shu parolni sirazu yo brauzer o'zida saqlab berishingiz kerak, yo bir yerga kopyalab olib yozishingiz kerak. Bloknotni ochasizdan darrov masalan bloknotni login parolni tashlab qo'yish mumkin. Pochtangiz bilan masalan menki bek savachga urdu.uz dan parolani. Shuni saqlab qo'yinglar. Kompyuter o'zgargan vaqtda shu login parol bilan girsangizlar bo'ladi. Bu yana login bo'lsa parol. Yana shuning login parol bilan giraman. Bir de сохранить beraman men. Имя пользователя Temurdan qoldi. Shuni yana pochtamni saqlanib beraman. Nimandan saqlanib. Keyingi safar shuni avtomatik o'zi yozadi deydi. Okey bosaman. Bastım. Yine keyingi aynada bu ham o'zi onlayn versiyasi, pullik versiya $10 oyga deb qo'yibdi yine. Yoki besplatni probniy versiyasini ishlatishingiz mumkin dedi. Ya'ni tekin bir oylik versiyasi bor. Shuni ishlatish mumkin. Bunda hech pul olmaydi. Shuni bosaman men. Yine yukarıda aytib qo'yibdi, 30 gün kaldı srok tugashiga deb ogohlantirib turadi. Kunda birini kamayib 29 gün, 28 va yoki
2 gün, 1 gün qaldida shunda ogohlantirib turadi. U tamom bo'lgandan keyin ishlatamiz degan savol bo'ladi. U tamom bo'lgandan keyin yangidan akkaunt yaratib bemalol ishlatsak bo'ladi. Bunda har oyda almashtirib turishga to'g'ri keladi. Shunda besplatni bemalol ishlatib bilasizlar. Bu shu tanish uchun, hozirgi bizlarga kerak bo'ladigan ishlarni qilish uchun bemalol yetadi. Sotib olish imkoni bo'lsa, kimdadir bemalol sotib olishi mumkin. Oyiga $10 to'lab har oy sotib olishi mumkin. Hozir bizning holatda talab qo'yilmaydi. Pullik sotib olishga shu besplatniy versiyadan foydalansangizlar bemalol fan bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan ishlarni qilib bilasizlar. Endi bundagi ishimiz necha ko'radi 30 kundan keyin degan savol bo'ladi. Agar masalan men hozir bu yerda sozdать чертеж deb boshlashim kerak ishni. Sozdать чертеж, yana начать работу бесплатной versiyasiga xush kelibsiz dedi. Yana shuning interfeysi, dasturini shuning ko'rinishga ega. Buni сохранить как deb qo'yaman. Menene чертеж bir deb qo'yibdi. Bunda masalan ism, familiyangizni yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Сохранить чертеж deb bosaman va shu AutoCAD qismini o'tadigan bo'lsam, yana web AutoCAD shuning ichida ism, familiya DVG da boshlaydi bu. Yana ism, familiya sizlarning proyektlaringiz turibdi. Shuni masalan içinde biroz ishlar qildingizlar, shu fanda qiladigan ishlarimiz bitta qildingizlar bir oy mobaynida, keyin muddat tugadi. Bundan proyektni skachat etib olish mumkin. Yana bir skachat bu. Pticha qo'ydim men. Keyin skachat knopkasi chiqadi. Shuni skachat deymandan, mana pticha qo'yamandan skachat deyman. Va nerga saqlash uchun ayni ochiladi yana. Men masalan рабочий stol deyman, точно shu faylda сохранить qilaman. Ana рабочий stolga tushdi. Yana ism, familiya, dvg deb fayl tashladi. Keyingi yaratayotgan AutoCAD'imizda keyingisini faraz qiling, ochdik уже. Top-toza yana shunday akkaunt ochdik. Keyingi oyda, 2-oyda. Unda endi biz yana yuklab olgan faylimiz bor-ku. Shuni bir yerga tashlashimiz mumkin. U tartibni nechta ko'radi? Eski akkauntni oxirgi kuningizda buni yuklab olasizlar. Skachat etib, yana skachat etdik. Рабочий stolga tashladim. Sizlar ham qaysidir papkangizda D diskini tashlashingiz mumkin. Shu yerga tashlab oldingizlar va yangi login parol bilan ro'yxatdan o'tdingizlar, ichine girdingizlar deylik, tasavvur qiling. Va endi shu kirganingizdan keyin выгрузить degan joy bo'ladi. Создать чертеж emas, выгрузить. Bunda yana men рабочий stolga saqladim. Yana ism, familiya, DVG. Sizlar ham nera saqlagan bo'lsangizlar, shu yerdan ochib olsangizlar bo'ladi. Yana shuni belgilab открыть desam, yana bir kelib tashlaydi uni. Yana yuklab turibdi. Yana bu yerda точно shunday fayl bo'lgani uchun conflicted copy deb chiqardi beni yana. Conflicted. Ya'ni o'xshash ismli fayl bor ekan deb kod ichida shuni qo'shib berdi conflicted copy deb. U точно shu biz yaratgan faylni o'zi ikkinchi akkauntimizga chaqirib oldik. Endi shu tartibda AutoCAD dasturidan onlayn foydalanishimiz mumkin. Yine dasturning asosiy ko'rinishi shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu yerda menyulari bor, instrumentlari bor, keyin knopkalar ishlashi bor, buyruqlar yozilish komanda yoziladigan satri bor va kaza. Bularni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Birinchi dasturni ishga tushirish xuddi shunday bo'ladi. Keyingi darslarda yana ma'lumotlarni berib boraman.